Kodini ochib oling. Mani ko'tarib yuborasiz, bitta qo'lda ko'tara olmayman. Juda ushlab turing. Juda o'zlariga tovuq qo'yibdilar. Men nega kapotini ko'rsatyapman? Bu mashinani egasi dvigatelni sistema qiladigan, power o'rnatadigan, ana akapovich deydi, o'sha narsalar o'rnatadigan insonni mashinasi. Energy Group Instagramda bor. O'sha innovatsiyalarga faoliyat yurishini va shu dodda xo'ja qiladi. Navorotchining qiladigan motor bilan ishlaydigan insonni mashinalari biraz ilgilariga olingan ekan. Bizga nimaga kelganlar? Biz Instagramda kuzatdik. Malibu'dagi bar stonotkasi va tindirmiz videosini o'shani chiroyli qilib stonotka qilib bering deb olib kelganlar. Xudo xolisa bu yerda transferlar qo'yib bo'ldik. Ularni shunday qildik. Bu yerda elektron mushuklarni chiroyli o'rnatilgan, ovozlari ham ishlashi vaqt bilinmaydi. Mana rechaylari hamma narsa tayyor. Faqat barni o'zini yig'ib olsak bo'ldi. Agar hali olib ketayotganlarni o'zlari kelsa, kezalar o'zlari bilan video qo'yamiz. Oka, so'roqingizni xudo xolisa va'daga vafo, mashinangizni ideal qilib beraman. O'zim kontrol qilaman dedim. Mana tepasida o'tirib kontrol qilyapman. O'zlarining profillarini atmetga qilib qo'yaman.